10. qism. Zerikishlik safarimiz 3 kun davomlashdi. 3-kuni kech bo'lganda yiroqdan bir ovoz anglandi. Hey, Sadirka. Bu nimaning ovozi? Ha? Bu burg'uning ovozi. Ha, Qarag'anda biz shaharga yaqinlashib qopdik qadri. Har kuni kech shahar qo'q taqalganda mo'shundoq burg'ichilib belgi berdi. Biz qarag'anda bugun kech yana mo'shu dalada tunaydigan o'xshaymiz. At saharda shahar qo'qi ichilganda ondan bu shaharga kiramiz. hey, biz shu shahar quvug'i oldida aramasak bo'lmasmi? Sen shaharliklarni bilmaysan. Ular sendek o'z oyog'i bilan kelgan savdogarlarni uxlab qolgan fursatidan foydalanib, yanchoqlarini quruqdab qo'yishadi. Shunga ulardan yiroqroq uxlaganimiz yaxshi. Eng yaxshisi mo'sha dalaga tushgan qilayli. Ha, ma'qul. Ham shunda qilayli. Ammolar to'gilarni tushib, mo'shaga tushgan qilayli. Biz qo'soqlarni bir-aqur astarlab olgandan keyin yetib aram elishdik. Yerim kechidan oshganda bir tevishdan cho'chib qo'ygandim. O'rnimdan turib atrofga qarab hayronlik qoldim. Chunki bir to'p kishilar xuddi putlari yerga tegmayotgandek yengil dastlab yenimizdan o'tib ketyotdi. Men hayronlikda ularga qarab turdim. Bir chaqda biraylan muramdan besipli o'ltirg'izdi. Yuragim eg'izimga qoplashib qolgan edi. Kaynimga o'rilib qarasam, Mehmet Xamush menga qarab turadi. Uningga gap qilay deb og'zimni ochib turishimga Mehmet Xamush eg'izimni etib oldi va ko'rsatkich barmog'ini eg'iziga akilib, menga ovoz chiqarma degan ifodani ko'rsatdi. Men hayron bo'lib, uningga qarab turganimda, u asta yetib olgandan keyin dedi. Hey, ularga qarabsanmi? Tez peshani bukib yetib ol. Nimish qildi? Odamdek yashaydisan joyingda jim yot. Men yavaşlık bilan joyimda yetib, yepincham bilan beshimni bukib oldim. Ammo shaytonim meni jim yotqilib qo'ymadi. Bu odamlar bu kechida nega mangandi? Nima deb ularning oyog'idan tevish chiqmaydi? Yana kelib Mehmet Xamush nima uchun ularga qarashimni to'sidi? Oxiri shaytonimga bo'ysunib, qaytadan u kishilarga qaradim. Baya mundaqla qarab, ularni odamga o'xshatgan ekanman. Endi ularning bu holatini ko'rib, qo'rqunimdan g'al-g'al titrab ketgan edim. Ularning ba'zilarining bir puti yo'q, ba'zilarining qo'li yo'q. Yana ba'zilari uzilgan boshlarini qo'ltiqiga qisib olgan. Yana ba'zilari putini osmonga, beshini yerga qilib, ta'tir holatda ketib-o'tadi. Ularning chiroyida hayotlik nuri asla yo'q edi. Ular o'liklarmidi? Biroq o'lik odam qandoqsiga mang'alaydi? Ajaba, ular jin? Ko'nglimda shularni o'ylayotganimda, beshini qo'ltiqiga qisib olgan biri mening o'zlariga qarayotganligimni ko'rib qoldi. Shu an mengayotgan qadamlar to'xtab, ularning hammasi menga qarashdi. Men qo'rqunimdan ishtinimga chiqirib atkili qirilib qoldim. Beshimni bo'kibli yetib olay desammi, ammo harakat qilolmay yotadi. Xuddi biraylan meni kontrol qilib olgandek qaytibli qolgan edim. Boshqalarni yordamga chaqirmoqchi bo'lib edim, ammo ovozim chiqmadi. Eg'izimni gapga kelmay qoldi. Men butunlay kontrolligimni yo'qotgan holda ularga qarab turdim. Bir-biridan qo'rqinchli jinlar bara-bara menga yaqinlab kelishga boshladi. Orqa tarafimdan bir muzdek narsa ustimga chiqib yetib oldi. Uningdan keyin nima ishlarning yuz berganini bilmayman. Qandoq chaqda hushimni yo'qotdimki, bir chaqda ko'zimni ochganimda o'zimni poyonsiz qumliqda ko'rdim. Tam etib kun nayza bo'yi ko'tarilgan edi. Atrofimda hech kim yo'q. Ularni chaqirib baqdim. Sadirka! Emin! To'xtamosh! Sizlar nada?
Ammo bu chaqirishlarim javobsiz qelyotdi. Poyonsiz ketgan bu qumliqda yolg'iz qolgan edim. Boshqalarning meni tashlab ketganiga ishongim kelmayotdi. Atrofni xeyli uzun aylanibmi, shuncha chaqiribmi, ularni topolmagandan keyin o'zimning bu cho'lda yolg'iz qolganimga shaksiz ishondim. Boshqalarni izlash uchun o'zim to'g'ri degan tarafga qarab yo'l oldim. Kun qizargan seri meni ochliq va ussizlik qiynashga boshladi. Kun tushdan qayrilgan bo'lsa-mu, mangan yo'lim hech aynagandek qilmaydi. Yolg'izchilikda eshigimni musiqinib qolgan edim. Har qitim cho'lga o'tinga chiqqanda uning bilan paranglashib menib zerikmaydim. Yana texi bo'ynoqmi bu? U doimli kaynimdan chiqmaydi. Toshqonlarni tutib keladi. Endi bo'lganda o'mi yo'q. Kashki shu bo'lgan bo'lsa, meni bu cho'ldan salomat ep chiqib ketar bo'g'itdi. Ammo hozir bu poyonsiz, giyohsiz, suvsiz cho'lda yolg'iz qoldim. Shu tariqada oshqo'saq 2 kun yo'l yurib, oxiri yiqildim. Kashqurun edi. Manqudek holim qolmay, mag'dursizlanib yetib qoldim. O'rnimdan turishga shuncha tirishsam-mu, ammo amal bo'lmadi. Qizziq qum ustida osmonga qarab yotdim. Ichimda o'zimni ayblabmi o'lgirgan edim. Obdan bo'ldi. Ashu oddiy kapamda tinch turmushimni kechirmay, jahon keziman degandan keyin obdan bo'ldi toza. Endi bu cho'lda yolg'iz o'lib qolsam, qozg'unlarga yem bo'lmoqdan boshqa amal yo'q. Cho'l keziman deb ketishtirimni texi. Mana obdan kezdim bu cho'lni. Sadirka, hey Sadirka. Sizga shuncha ishonsam, meni yolg'iz tashlab qechibsiz emasmi? Ishongan taqda kiyik yotmabdi degan shuda. O'zimni ayblashdan endi boshqalarni ayblashga o'tgan edim. Emin peshvo deb ketishtirim bor texi. Qani, men jinga yo'liqqanda xo'rakni bo'lishiga tortib uxuldi-ku u. Uning shu botirligiga qoyil bo'lib maqtab ketatdim. Tfi! Mendek cho'lga tunji qitim chiqqan yosh yigitni tashlab qochgan odam qandoqmi botir atalsin? Heriqi Selimbaycha texi. Oma atidan kashkichi qo'lidan kitob tushirmagan bilan vijdoni yo'q, noinsof bir nima ekan. Kichikli bir bolani bu poyonsiz cho'lga tashlab menishga qandoq ko'ngli o'lidi deyman. Shu safarga chiqmasam, bu ishlarga yo'liqmas bo'g'itdim. Yo'q. Kashki shu dadam meni oshu cho'ldan tepib akilolmagan bo'lsa, kichik chig'imda o'lib ketgan bo'lsam, bu qismatlarga yo'liqmas bo'g'itdim. Bo'ldilar. Ammo shu yashangan ota-onamni o'ylabla ularni to'liq seg'inib ketdim. Shu bechora qadrdonlarim shu topda nemish qilayotgandi. O'g'ilning cho'lda jon taslim qilayotganini seziyotamdigandi. Shu xiyollar bilan qandoq chog'larda uxlab qolganimni bilmay qoldim. Shundoq tatliq uxlabdim. Tushimda shundoq tatliq yemekliklarni yegan edim. Uyg'onibmi, qo'sug'imning to'yganligini his qilib qoldim. Turibla qo'lig'imga birovlarning paranglashgan ovozi anglashga boshladi. Tekin studiyasi. Bu odam Devlet öldüdün kelganmi u qandaq? Yo'q. Devlet öldüde bunda hech odam yo'q. Balki ularning yengili tug'ilgan bolasidir. Voy, nim deydigan sen? Men devlet öldüde 2 yildan ortiq turgan. Hech bir zaman buningda kichik bolani ko'rib boqmadim. Amsa buni qanday qilamiz? Agar u bizga yordam qilishga qo'shilsa, uni hayot qo'yamiz. Bo'lmasa, uni o'ldirib o'taylik. Bu gapni anglab, chachirab o'rnimdan turib, atrofga qaradim. Ammo bir odam yo'q. Acaba bayqi paranglar mening tushimmidir? Hey odam, darhol tizlan.
Hey odam! Darhol tizlan deymi? Bir yerlardan shundoq ovoz keldi. Qo'rqinchda darhol tezlandim. Ammo odam yo'q. Yiroqlarga qaradim. Hech bir odam zoti ko'rinmaydi. Yerga qara, yerga! Shu ovoz bilan yerga qarab cho'chib ketdim. Chunki yerda choshqonchilik odamlar mig'ildab yuradi. Ularning hammasining qo'llarida o'qya va nayzlar bo'lib, menga hujum qiladigandeklar turadi. Ularning eng oldidagi odam dedi. Sen nimada? Men Qadri, mushu cho'lning yana bir tarafidan keldim. Ammo sizlar kim? Sizlar nimishqa buncha kichik? Biz to'g'roq podshohligida. Men shu podshohlikning sodiq vaziri bo'laman. To'g'roq podshohligi? O, yiroqdagi yo'g'on to'g'roqni ko'rdingmi? Bizning shahrimiz dal shu to'g'roqning ostida. Sen bizning shoyimiz bilan ko'rishing kerak. Men? Men nima deb sizlarning podshohinglar bilan ko'rish kerakman? Chunki biz seni qutuldirib oldik-da. Agar xohlasak, seni o'ldirib yetalaymiz. Avval meni qutuldirib olganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ammo sizlar meni qandoq o'ldirmoqchi? Shu yig'indek nayzanglar bilanmi? Yoki o chochdek o'qyolringlar bilanmi? Sen bizni masxara qilyapsan? Biz sendinmi natchasi yo'g'on divlarni jinnagan. Sen ularni oldida hech nima emas. Ma'qul. Bo'ladi. Kechiringlar, adabsizlik qilibdiman. Amsa shahrimizga marhamat. Podshohimiz o'rnida seni saqlayapti. Ma'qul. Men ular ko'rsatgan to'g'roq tarafga qarab maqdim. Oltindek sap-seriq yaproqliq bu to'g'roq mendan bir chaqirimdek yiroqlikda edi. Men birdamdala bu to'g'roq ostiga kelib bo'ldim. To'g'roq ostidagi manzarani ko'rib, hayronlikdan og'zimni echib qoldim. To'g'roq ostida 10 necha metr doirada shunday chiroyli, o'moq yasalgan bir shahar bo'lib, bu shaharning eng yuqori tarafiga, ya'ni to'g'roqning g'o'lig'i yo'lab silingan nihoyat chiroyli bir o'rda bor edi. Necha yuzlagan shahar xalqi menga qo'rqinch va hayronlik ilkida qarab turadi. Alilleri geldi. Bu kichikkina shahardan chakarning ovozi chiqishi bilan shahar xalqi o'rda tarafga qarab tizlandi. Ular o'z podshohiga ehtirom bildirib atadi. Sen tizlan. Biraylan qulog'imning tuvida shundoq degan edi. Men darhol ovoz kelgan tarafga qaradim. Shunda qarashim bilan muramda turib olgan bir kichik odamni ko'rib qoldim. U bir yosh yigit bo'lib, qop-qora uzun sochlari, ishkiri o'yman ko'zlari, qonshorliq burni bilan u to'limi kelishgan ko'rinadi. Sen qandoq chog'da muramga chiqib olding? Sayyad yatgan chaqda to'moqning arsiga kirib uxlab qopti ekanman. Eli o'yg'onsam, sening beshingda turman. Asta mo'rangi sakrab tushib oldim. Sen kim bo'lasan? Men deb beray, Ismim bo'lsa Papa. Men senga o'xshashla bu shaharni tashlab chiqib ketgan sargardan. Ismi jismingga loyiq pop ekansan. Yetnoz qilib, oliylarga tuzlan. Oliylarga ehtiromlar bo'lsin. Ijozat. Rost gap qilsam, bu podshohning chiroyini ko'rmagan edim. Chunki uning yo'g'on tojisi qonshirg'icha tushib turgan bo'lib, uni oz degandek yuzlari soqol bilan liq to'lgan bir qeri edi. Sen qaysi davlatdan kelding? Nimancha qo'noqshig'i yegandek yo'g'inab ketdi. Men undoq degan davlatlardan kelganim yo'q. Men bir oddiy choyxonadan keldim. Mushu cho'lning yana bir chetidagi bir yolg'iz to'g'roqning ostidagi choyxonadan. Sen nima deb bizning zaminimizga bostirib kelasan? Maqsading nima? Men hech qachon sizlarning zaminingizga bostirib kelmadim. Men faqat yo'lovchi xolos. Hamrohlarimdan ayrilib qoldim. Shularni izlab ketayotganimda sizlar meni qutuldirib oldinglar.
Bilemsen, sen bizning bütün şehirning bir oylik o'zig'ini yeb bo'lding. Bu gapni anglab, men o'zimni xuddi g'oyat zo'r gigant odamdek his qilib qoldim. Kechiringlar. Ammo men sizlarga buning uchun nima qilib bersam bo'ladi? Bizmo seni bizga yordam qilskan deymiz. Ma'qul. Qani danglar. Qo'limdan kelsa yordam qilay. Ular shaharni kengaytmoqchi. Shunga ana to'g'raqning shoxlaridan jiqroq kesib basgan degan umidda. Bu oson. Ammo nima deb bular o'zlari kesmaydi? Biz o'zimiz kesayli desak, uni kaskidek cho'nglikdagi palti yo'q. Amal qilib kasduq degandimi, o daraxt udulla shahar ustiga tushdi-da, yerdagi nurg'un uylarni besib oladi. Shunga sen bizga yordam qilib, daraxt shexidan ko'proq kaslab bersan, sendan to'liq xursand bo'ladiq. Bo'ladi, chatoq yo'q. Men amal qilib bu yo'g'on to'g'roqqa yomishib chiqay. Ondan sizlar qanchalik desanglar, shunchalik kaslab beray. Ma'qul. Yordam qilishga qo'shilganinga rahmat. Men to'g'roqni bir oyinib chiqqandan keyin yomishga aplik bir yerni pamlab ustiga yomashdim. Garchi o'tun kaslab ko'nib ketgan bo'lsam-mu, ammo bu daraxtga yomishga yanla ancha mohir emas edim. Ay, Qadriye, voy, qap yamashqinchimi? Yiqilib tushsang, shaharimizda yer tavraydi. Xotirjam bo'l, birodar. Men bundaq to'g'roqlarga to'la yomashqan. Chatoq chiqmaydi. Men papiga po etib qo'yib, ming bir japoda to'g'roq ustiga chiqib, bir ochmoq yog'ochda oran o'ltirib oldim. Tuvandagi shahar puhrolari menga qarab olqish sadolarini yangrtib atadi. Garchi ular kichik bo'lsa-mu, ammo odamda. Ularning maqtashlarini anglab, sal g'adiyibmi o'lgirdim. Asta midrab yurib, shoxlari ko'prak g'olg'i yomishib kelib, ularga yorug'dek shoxlarni kesib, qalamchi qilib yerga tashildim. Yerim kundak qiynalib yurib, ularga yetgudak yog'och tayyorlab berdim. Ular shu xushlig'ida menga yana bir oylik o'zig'ini bir vaqtlik tomoq qilib berdi.